Voy ey. Voy mazza ey. Voy. Voy. Xotin nima oldi senga? Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Ha, dadasi mash yomg'ir yangi yog'adi-yu. O'shani yerdan chiqadigan hidiga boshqaroq bo'lganman. Hammalades o'zim kamchiqim xotinim. Odamlarning xotini haligi avokado, anjir, qishda shoptoli, qulpinoylarga bo'ladi, top bo'lmaydi. Bizning xotinlar hammalades. Menga yer senga xohlaganingcha hidlar. Qo'shnilar bilan gaplashaman, qo'shnilar degandan hidlar. Men Realga nima qildimki? Nima Real o'ynamayapti? Voy. Real Madrid. Voy, dadasi boshladi. Keyingisi. Voy, ana suv yaxshi edi-da, xotin. Yo'q, mashinasi. Mana. Voy. Bo'ldimi? Yo'q, yana bitta. Voy. Bo'ldimi? Bor endi, ha. Voy ey. Bellingenni ham xotini ikki qatmikan, yaxshi o'ynamayapti. Bellingen kecha uxlamayapti. Yuring dadasi. Gugurt chopini yoqib ko'raveraylik. Unga bo'lmagandir hozir. Bo'lmayapti-da. Menga emas, bo'lingizga-yu. Tushuntirib ko'r, kechasi uch hozir abid kuch emas, o'g'limga tushuntirib ko'rgin. Yo'q, quloq kichkina bo'lib qoladi dadasi. Hop, topib kelaman, hop. Kelin. Voyjon. O'g'lim qani? O'lizmi? Anaqa. Hammomda. O'liz hammomda. Qarajon olib keladi, sirazi o'sha. Akalar, do'kon ochiq ekan. Tushunmadim. Hududimizda kim? Begonalar yangi o'rja kelgan. Yo, aka o'g'ri emasman, o'lib qolay. Aldasam barsanim o'lishi bo'lib qolay, o'g'ri emasman. Sol uni. Ha, sening tinchlikmi? Uyimga suv toshyapti. Yordam bergan odam yo'q. Balki yordam berib yuborarsiz. Bu kinoda ko'rganman. Tundan tonggacha-yu. Men hozir kirib suv to'layapsam, erish keladi. Keyin men o'zinglar to'laylar, bo'pti. Xotin, xotin. Men olib keldim. Voy, bitta olib keldingiz, xolosmi? Yo, biz kalta yegandan keyin aqlimiz kiradi-yu. Dastlabki chaqirish hayron kelmabdi. Mana o'sha chaqirib qo'ydim. Yut. Dastlabki chaqirgan, bo't. Vau, dadasi, shunaqa emas mengami? Yilning eng yaxshi erkak nominatsiyasini men olib qo'ydim hozir. Ko'rasan, barchasi sen uchun. Kechasi 3 ta ham telefon qilib zakaz qildim, olib kelib berishdi. Dastlabkasiga rahmat aytish kerak edi, bu aksoydi. 7 ta filtrdan o'tadi, minerallarga boy. Tabiiy, juda ham shifobaxsh suvda. O'zimizga ham yaxshi ham shunga boshqaroq bo'lganiga. Tema hali pishmagan. Mana bunisini hazillashibman. Hammasi senga xohlaganingcha ichaversan. Yaxshi ham aksoy borligi yurtimizda. Akamiz, hali er-xotinga xalaqit bergim yo'q-ku, mo'g'ladi ham bilamizmi yo'q? Aka, esimdan chiqibsiz siz. Mayli, rahmat, ketavering, bo'ldi. Rahmat. Ilmingiz bilan. Mayli, sog' bo'ling. Hop. Akalar, aksoyga ham rahmat, dastlabchilarga ham rahmat. Ol xotin, uzib yo'q. Ol. Yorim qarashlari